Bir necha yil avval zakazlar qabul qilganimda klientlarim ertalab tartalitka uchun zakaz berishganda zing'illab do'konga qaymoq va mevaliga chiqib kelib obedga go'sht tayyor qilib qo'yardim. Chunki bu shunaqa ham tez tayyor bo'ladigan desertki, xuddi mana shu daromad qilsa bo'ladigan desertni hozir siz bilan birga tayyorlaymiz. Xona haroratida yaxshilab eritib olingan sariyonni un bilan krushka qilib olamiz. Ustidan saxilni pudra va tuxumni faqatgina sarig'ini solib, yaxshilab mushlab, xuddi shunaqa xamir holatiga keltirib olamiz. Tartalitka qolipini olib, xamirimizadan solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek shaklga keltirib olamiz. Birin-ketinlikda hammasini tugib olib, qizigan pechda pishirib olamiz. Krem uchun qaymoq va zgushunkani isi chiqqungacha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Tartaletkalarimizni teg qismiga banan qo'yib chiqib, ustidan eritilingan shokoladli pastamizni qo'yib chiqamiz. Kremimizni qopimizga solib, xuddi shunaqa uzorli chiqarib olamiz. Qotirib olish uchun yarim soat xolodilnikka yuboramiz. Ustini xohishga ko'ra xohlasangiz bitta meva, xohlasangiz assorti mevalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Eng ustiga yaltirab chiqish uchun jeleni siqib chiqarib olamiz. Yana go'zal bo'lish uchun chet devorlarga kokos strujkalarni shunaqangi sepib chiqamiz. Osongina tez tayyor bo'ladigan tartaletkalarimiz tayyor bo'ldi. Biznesga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yib, siz ham albatta tayyorlab ko'ring.